Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Mana shu trekkerimizda g'alati ovoz chiqib kelgan edi motordan, akalar. Buni 5 ta 6 ta joyga ko'rsatgan ekan, turbinadan, motordan deb hammasi har xil diagnostika qo'ygan. Biz hozir buni katalizatini yechdik, katalizatni diagnostika qilamiz. Mana shu kabesh ham xuddi shu ahvol, mashina bo'g'ilgan, chek yongan, akalar. Buni ham hozir ochamiz, buni ham obzor qilamiz. Akalar, buni katalizatori ochdik, ichini bitta ko'ramiz, qani ahvoli qanaqa ekan. Katalizator bularda bittalik bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Katalizator teng yarim yo'q akalar. Buni teng yarim erib, oyiq oqib, maydalanib gulshilga tushib ketgan. Tepa tomondan ham ko'rinib turibdi. Mana orqa tomoni vashi erib oqib ketgan bo'ladi aka. Mana shu erigan bo'ladi hisoblanadi. Hamma teshik yopilgan bu yerda. Shuni hisobiga mashina bo'g'ilib yurgan. Yarimidan ko'p mana turbadan o'tib gulshilga o'tib ketgan. Uni hozir gulshilni qoqib ichini tozalaymiz akalar. Bundan tashqari ko'rib turganlaringizdek liboy mashinaga katalizatorlar bor akalar. Yengil ishlarmi, rabochiy ishlarmi, xomashyo ishlarmi hammasi topiladi akalar. Gelikdan tortib 07 injektor Jigulimizgacha katalizatorlar